Bir möhterem zat Nuh aleyhisselam Allah'ın emri bilen kiyimiye savat etdi. Etrafıdakiler bolsa onu mesxir qilishib kulishayapti. Allah'ın tonuşdan uzakta qalganlarning arasida yaşayotgan bir bolsangiz, etrafingizdagilar aroq ichmaganligingizga kulishyapti. Siz kiyimingizni yasawatsiz. Zinadan o'zingizni qochirganingizga kulishyapti. Siz kiyimingizni yasawatsiz. Kişinin hakkıdan qo'rqqaningizga kulishyapti. Siz kiyimingizni yasawatsiz. O'simdan qochib, qiyinchilik sabr qilib yashayotganligingizga kulishyapti. Siz kiyimingizni yasawatsiz. Jahonni g'arq qiladigan kelkunning bir kun keladiganligini Nuh alayhisalom bilganidek, Allohning amriga osiylik qiluvchilarni halok qiluvchi azobning bir kun keladiganligini siz bilasiz. Şuna kiyimingizni yasawatsiz. Yasashni davomlashtiring. Yaqinlaringizni kelajakda keladigan kelkundan ogohlantiring. Allah xolisa ularni kiyim yasashga tusunadi. Yoki Nuh alayhisalomning o'g'lidek taqqa chiqib olma deb xiyollarga aldanib qoladi. Kulki masxaralarga pisand qilmang. Kiyimingizni yasawatsiz.